Assalomu alaykum qadrdonlarim. Bugun sizlar bilan mana shu ajoyib go'shtli pirogni tayyorlashni o'rganamiz. Birinchi bo'lib razilxo'tilimizni unga solib olamiz. Margarinimizni tyorkadan o'tkazib, un bilan yaxshilab urvoq hosil qilib olamiz. Urvoq bo'lganimizdan keyin bitta tuxumni chaqib olib, sarig'ini ustiga surish uchun oqini esa 200 gram sutni ichiga qo'shib yuborib, hammasini urvoqli massaga qo'shib xamir qo'rdim. Men go'shtli pirogimiz uchun pesochni xamir tayyorlab oldim. Mana videoda ko'rganingizdek, qo'lga yopishmaydigan yumshoqqina xamir bo'ladi. Endi esa strechlab yarim soat xolodilnikka olib qo'yamiz va ungacha nachikalarini tayyorlab oldim. Yarim soatdan keyin xolodilnikdan olib, ikki qismga xamirimizni ajratib oldik. Bitta qismi kichikroq ustiga olib qo'yamiz. Kattaroq qismini esa pirogimizni tagi uchun olib qo'yamiz. Endi esa nachinkasini tayyorlab oldim. Barchasini videoda ko'rsatib o'tganman qancha grammdan solinishini. Pirpira va tuz, ko'katlar solib, nachinkani ham tayyorlab oldim. Endi esa go'shtli pirogimizni xamirini yoyishni boshlaymiz. Pirogimizni tag qismini ham yoyib oldik va pergament qog'ozimizni ustiga qo'yib olamiz. Ko'kat tushib qolibdi xamirimga. Endi esa pirogimizni ustki qismini ham yoyib olib, barcha nachinkani pirogimizga solib, chiroyli qilib ustini yopib, atrofini mustahkamlab, qo'llarimiz yordamida mustahkamlab chiqamiz. Pirogimiz atrofini esa ikkita barmog'im orasida osongina forma berib chiqdim. Go'shtli pirogimizni ustini tuxum sarig'ini surib olib, ustiga har xil kunjutlarni, oq va qora kunjutlarni sepib oldim va ustini shishib chiqib ketmasligi uchun vilka tiqib oldim. Oldindan qizilgan duxovkada 180 gradusda 45 minutda pishirib olamiz. Mana go'shtli pirogimiz ham tayyor bo'ldi. Uni issiqligida kesib dasturxonga tortamiz. Pesochni xamirda bo'lgan pirogimiz juda ham yumshoq va og'izda eriydigan, hech qachon qotib qolmaydigan pirog bo'ladi. Like va kommentariy qoldirishni unutmang.